Ushbu xonadonda barcha buxoroliklar yashashlikni orzu qiladi desam adashmagan bo'laman. Sizdan 3 daqiqa vaqt, bizdan to'laqonli obzor. Kelaverishimizda mana shunaqa darvozaxonamiz juda ham bir shinam qilib taxlab qo'yilgan. Fasad qismiga e'tibor beramiz. Gap bo'lish mumkin emas. Yana kechqurun kelsangizlar, svetilniklar bilan juda yaxshi bo'ladi. Mana bunaqa shinam darvozaxona. Men o'ylaymanki, kamdan kam taxlanadi. Mana bunaqa dekoratsiyalarga e'tibor berishlaringiz mumkin. Vobshe gap bo'lish mumkin emas. Darvozaxonamiz anchagina shinam, bemalol 5 ta, 6 ta mashinalar sig'adi. Ushbu uchastkani xarid qilasiz-ku, bilaman aka, sizda kamida 3 ta, 4 talab mashina bor. Uchastkamizning eng muhim tarafi o'zini zimniy basseyn va saunalarga ega. Mana bunaqa hovli qismiga gap bo'lish mumkin emas. Hali bu yerga ham to'xtalib o'tamiz. Mana bu yoqda bizani ko'rishingiz mumkin. Zimniy basseynimiz joylashgan. Uyingizning ichida mana shunaqa basseyn bo'lsa, chuqurligi 2 metr adashmasam, mana bu yoqda kelishimiz bilan o'zini saunalariga ega. Qani keling ko'rsatamiz. Saunalarni ham bir ko'rsatib o'ting. To'liq kafil bo'lgan saunalarni ko'rib chiqing. O'zini svetilniklari bilan vobshe gap bo'lish mumkin emas. Hovli qismimizda agarodimizni ko'ring, archalar ekilib qo'ygan, daraxtlar mana bu yoqni bitta gazon qilib, o'zingiz qarab turadigan joydan. Darvozaxonamiz to'liq hamma joylar hovlilarimiz bilan kafil qilib qo'yilgan. Mana bu yoqda esa bizani letniy kuxnya uchun joy qilingan, hali tayyor emas. Unisini ko'rsatmasak ham bo'ladi. Mana bu yoqda tapchanni qarang, e'tibor bering. Kim o'zini hovlisida mana shunaqa tapchan bo'lishini orzu qiladi? Tepalariga e'tibor beramiz. Naveslar qilib yopib qo'yilgan. Uyimizni glavniy kirish xodi mana bu yoqdan ko'rishingiz mumkin. O'zbekni nima ko'p, mehmoni ko'p deyishadi-ku. Mana shunaqa uyga mehmonlaringizni olib kelsangiz, qarang nima deb o'ylaydi. Narxini siz o'ylashingiz mumkin. O'zi 500 ming, 600 ming deb, lekin unaqa emas. Buxoro shahrida lokatsiyamiz Motion bozorda aytib o'tgancha, bu yoqda bizning oshxonaga kiradigan alohida xodimiz bor. Mana bu yoqda bizning glavniy kirish xodimiz. Mana bu yoqda glavniy xodimizga kirishimiz bilan juda ham shinam перехожий zonamiz kutib oladi. Mana bu yoqda bizning oshxonamiz ko'rishingiz mumkin. Barcha ko'rib turgan jihozlaringiz bilan vichkalar eng yaxshisidan qo'yilgan, smesителlar eng yaxshisidan, холодильникlarimiz Samsung 3 etajlik. Kuxun nabor qilingan, juda shinam, bemalol o'tirib cho'chadigan zona yaratsangiz ham bo'ladi. Iloji boricha to'laqonli obzor qilib berishga harakat qilaman. Romlarimiz eng yaxshilardan o'rnatilgan. Mana bu yoqda kirishingiz bilan juda ham bir hashamatli lyustra. Sal 4 ta 5 ta lampochka qo'ysangiz, yana ham yorug'roq bo'ladi. Mana bu yoqda sanuzel. Ba'zi bir kvartiralarga kiramiz, bitta xonasini o'zi mana shu sanuzel bilan bir xil. To'liq kafil qilingan, smesителlar eng yaxshisidan Rakmina unitas sterali mashinalar keltirib qo'yilgan. Romlarimiz yana ham o'sha bir bejarimli romlardan. Endi sizni mehmonxonangizni ko'rsataman. Mana bu yoqda shunaqa mehmonxona qilib qo'yganlar, ko'm-ko'k qilib, bu yoqda svetlar sal pastlik uchun unaqa yorug'lik bermayapti. Pardalarimizga e'tibor beramiz. To'liq pardalar qilingan. Pardalarimizni o'ziga adashmasam 80 milliondan ko'p pul xarajat qilib qo'ydim dedilar. Lyustralar eng yaxshisidan keltirilgan, betek kraskalardan fon berilgan. Uyimiz bogatiy vidiga ega. Romlarimiz yana o'sha romlarga ham vobshe gap bo'lish mumkin emas. Adashmasam pod zakaz Rossiyadan kelgan bular romlari. Undan keyin mana bu yoqda birinchi etajdagi spalniy xonamiz. Spalniy xonamiz zal bilan bir xil. Bemalol sparnik divan uchun mana bunaqa joy tashab ketilgan. Rizvitkalar o'rnatilgan, patologlarimizgacha juda ham qimmat bejirim aboylardan ishlatilgan super mo'yish aboylar, yana o'sha ajoyib bo'lgan pardalariga gap bo'lish mumkin emas. Lyustralari bitta mebel qilasiz, kirib bemalol yashash imkoniyatiga egasiz. Mana bu yoqda bizani yana bitta bo'sh zonamiz bor. Bu yoqqa как jurnalli stollik qo'yib, o'zingizni ishlashingiz uchun joy yaratsangiz bo'ladi. Mana bu yoqda bizani kotelning sistemamiz uchun yo'l yaratib qo'yilgan. Mana bu lestnitsalarga e'tibor bering. Yog'ochdan qilingan, haqiqiy hashamatni his qiladigan joydan akalar. Mana bu yoqqa chiqishimiz bilan lestnitsalari juda ham bir bejira. Gap bo'lish mumkin emas. Mana bu lyustraga e'tibor beramiz. Lyustrasi ham o'rtada ajoyib bo'lib osilib turibdi. Mana bu yoqni ikkinchi etajimizga chiqishimiz bilan bitta zerkalniy zona yaratilgan, ko'rishingiz mumkin. O'zini mana bu yoqda penthouse qismimiz ham bor, ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoqda penthouse qismiga vobshe ko'p bo'lish mumkin emas, ko'rishlaringiz mumkin. Endi ketamiz. Bundan keyingi manzilimiz mana bu yoqda bizani yana bitta spalniy xonamiz. O'zingiz uchun namozxona qilib ham yaratib qo'yishingiz mumkin. Spalniga ham juda yaxshi ta'mirlangan, lyustralar, yana o'sha bejirim pardalar,
patologlariga umuman gapirishga til ojiz. Men bunaqa videolarni adashmasam Lider Estate'da Toshkentlarda obzorlarini ko'rardim. Menga mana shunaqa uyni obzor qilish nasib qilgan ekan. Bu uylarni faqat Toshkentda bor deb, lekin Buxoroda ham mana shunaqa uylar bor ekan. Mana bu yoqda ikkinchi etajdagi sanuzelimiz. Bu yo'g'i ham xuddi shunaqa, juda katta, juda yaxshi ta'mirlangan, yaxshi kafillardan ishlatilgan. Bu yoqda materiallardan hech nimadan tortilmagan. Kelasiz, faqatgina yashash qoladi sizdan. Undan keyin mana bu yoqda bizani yana bitta spalniy xonamiz. Spalniy xonamizga вообще gap bo'lish mumkin emas. Uyimiz to'liq, hamma joyi teplopo qilingan, super mo'ysha aboylar, yana o'sha bejrim lyustralar mana bu yoqda bitta вообще gap bo'lish mumkin emas. 9 spalniy qo'yib, barcha mebellari sig'adigan darajada katta. Haqiqatan ham hashamatli uylarni men aytib o'tardim, faqat videolarda ko'rardim, lekin Buxoroda bor deb o'ylamagan edim rostdan ham. Buni ko'rdim, prosta og'zim ochilib qoldi desam, adashmagan bo'laman. Bu ikkinchi etajdagi mehmonxonamiz. Ayollar uchun mana shu yerga marakalarda, bayramlarda mana shu yerlarga mehmonlaringizni bemalol olib kelsangiz bo'ladi. Xohlasangiz falni sifatida ishlatsangiz bo'ladi. O'zingizga qanaqa qulay bo'lsa. Bu yoq o'zi yarki, ochiqroq svetdagi zalimiz bo'ladi. Undan keyin mana bu yoqda ikkita detskiy xonamiz. Haqiqatan ham ta'miriga вообще gap bo'lish mumkin emas. Zinalari, lestnitsalari hashamatli joyigina ko'rsatib turadi. Mana bu yoqda esa ikki tomonda ikkita detskiy xonamiz bor. Birinchi spalnimiz ila o'zlaringiz uchun bitta alohida komplekt qilishingiz mumkin. Mana bu yoqda bizning birinchi spalnimiz. Undan keyin mana bu yoqda bizning garderobniy xonamiz. O'zlaringizga mebellaringizni zakaz qilib, bemalol garderobni sifatida ishlasangiz bo'ladi. Mana bu yoqda yana bitta spalniy xonamiz ila ikkita detskiy divancha qo'yib, detskiy sifatida ishlatishingiz mumkin. Endi siz bilan passadan qilamiz. Uchastkamizni obzorini ko'rgan bo'lsangiz, uchastkamizning lokatsiyasi Moshin bozorida joylashgan 6 stoldan iborat 7 ta xona, 2 ta zal, 5 ta spalni, o'zining zimniy basseynlari, saunalari, oshxonalarini ko'ringiz, gapirishga til ojiz desam adashmagan bo'laman. Lokatsiyasini aytdim, narxini ko'p kutib qolgan bo'lsangiz, 230 ming AQSh dollariga baholab qo'ydik. Yana ozgina savdo qiladigan joyi bor. Shoshilib pastdan nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqing. 6 stollik uchastkamiz, ma'lumki puliga arziydi.